O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Kabatullohning devorlarini ushlasa. O'zgidromet markazi 24, 25 va 26 iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/s tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/s tezlikkacha kuchayadi. 25 va 26 iyunda ayrim joylarda 20-22 metr/s tezlikkacha kuchayishi respublikamizning shimoliy hamda cho'l hududlarida chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 24 iyunda 39-44 daraja, 25 va 26 iyunda 34-39 darajagacha pasayadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.